shuncha boqib katta qilib uyingizda endi bir rohatini ko'raman deganingizda tasavvur qila olmaysiz ekan, to'ygacha bilinmadi. Olib ketayotganda bilinar ekanda. Qiz kendi u. Mana hozir ham aytsam, to'yda tura olmadim men. Boshida tura olmadim. Erkakmisan deyaveradi, yig'laysan deyaveradi, deyman aytamasan. Jigarim olib ketyapti demanda. Farzand-ku, mayli bir urushga ketayotgani, boshqa ketayotgani, boshqa yaxshi uyga ketyapti, Allohning taqdiriga ketyapti-ku, baribir-chi. Boshqacha bo'lar ekanda farzandni unaqa. Avvalambor bunaqa narsa hammaga nasib qilsin. Lekin to'g'risi men ayolimdan ko'proq men yig'ladim. Bilmayman nimagadir. Menga ko'proq ta'sir qildi bor-ku. O'shaning uchun qiz farzandni bekorga aytmasak, jannatning pardasidir. Hozir ham misol men o'g'lim bir marta xabar olsa, qizim 18 marta xabar oladi. Dada yaxshi